Endi qo'shni, mashina sotsang, qo'shningga sot, keyinchalik yoniga minib yurasan deyshadi. Shunday qo'shni. Tushungandirsiz, a? Tushundim. Endi ko'p emas, onda sonda. Ha, bo'ldi, bemalol qo'shni. Bo'ldi, sizga sotdim, roziman. Kechga pulni olaman qo'shni. Bo'ldi qo'shni, baraka bo'ldi. Baraka topayman ham. Ha. Endi mani boshqalarda ishim yo'q. Talalalay. Qo'shni, ming bor uzr. Ya, qo'shni keling. Agar bo'sh bo'lsa, shunday bolalarni bog'chadan olib kelsam bo'ladi. 5 minutda olib kelaman. Endi Bo'sh bo'lsa lekin, ey. ha mayli oling qo'shni oling. Meniki saniki bormi qo'shni oling. Qo'shni, ming bor uzr. Agar bo'sh bo'lsa, shu nevaralarim kelganda, bobo velikis qani deyapti-da, shunga 10 minutga berib turing. Bo'sh bo'lsa. Sotdim siz bo'lmaydimi qo'shni? Endi ko'ngli og'riydi. Qani bobomni veliki deydi. 10 minutga tez olib kelaman. Katta ketasizlar. Ha, Otildi-ku bo'ldi qo'shni. Endi biz oilani bilasiz-ku, tarbiyalikda, endi u noto'g'ri tushunib qoladi. Tarbiyangiz. Ya, so'kmang. Qo'shni, suyunchi bering. Qizim o'g'ilchalik bo'ldi. Rostdan. Xursandchilik-ku. Agar shunga bo'sh bo'lsa, shu bitta yaxshi taglik olib kelay. Yani lalaku degani bor ekan-ku. Blogerlar reklama qilyapti. Allergiya chaqirmas ekan, namlikni saqlar ekan. Bola taglik borligini ham sezmasdan maza qilib ekan, qarang. 5 minutda olib kelaman, Hikmatlarning magazinida bor ekan. Bo'pti, ol. Rahmat qo'shni. Bo'sh bo'lsa. Ol deyapman-ku. Sanlayapsizmi? Yo, oling qo'shni deyapman. Qo'shni, agar bo'sh bo'lsa. Bo'shamas. O'zim qayda iltimos.